12 va 15 may kunlari Namangan hamda Samarqand shaharlarida yashil jamoat transporti va elektrobuslar rivojiga bag'ishlangan seminarlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Transport vazirligi Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi hamda Global Environmental Facility hamkorligida TILEF loyihasi tashkil etilgan tadbirlarga elektromobillikni rivojlantirish, jamoat transportini modernizatsiya qilish hamda ekologik toza transportdan foydalanish kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Seminar ishtirokchilari Toshkentdagi elektrobuslar tajribasi bilan tanishib, havo ifloslanishini kamaytirish, barqaror transport tizimini rivojlantirish hamda O'zbekistonning iqlim maqsadlari qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'z fikrlarini bildirdilar. Asosiy maqsad birinchi navbatda Toshkent shahri misolida qurilgan o'sha yashil shahar transport koridorini afzalliklari, undagi ijtimoiy ekologik masalalarning mohiyati va buni kelajakda boshqa viloyatlarga tatbiq qilish masalalari ko'rib chiqildi. Endi keyingi qadamlar nima bo'ladi? Keyingi qadamlar mana shu elektrobuslardan foydalanish natijasida chiqindi gazlarni kamaytirish masalasi. Jahon bankining tahlillariga ko'ra, Toshkent shahridagi tahlillarga ko'ra, ayniqsa mana shu atmosfera havosidagi P2,5 o'sha mikronli zarrachalari 16% transport sektoriga to'g'ri keladi. Yana bir ma'lumot, bitta elektroavtobus taxminan bir yiliga o'sha 47 tonna chiqindi gazlarni, uglerod gazini o'zini qisqartirishi mumkin va boz ustiga agarda an'anaviy yoqilg'idan foydalansa, u yerda o'sha metan gazlari ham tabiatga chiqadi, atmosfera havosiga. Demak, bu yerda nafaqat o'sha ekologik va iqtisodiy tomondan ham tejalishga olib keladi, o'sha dizel yoqilg'isidan tejashga. Bundan tashqari biz o'sha o'zingizlarga ma'lumki, Vazirlar Mahkamasining 110-qarori bilan O'zbekistonda xalqaro uglerod bozorlarida ishtirok etish huquqini beradi. O'zbekistonda bu bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan, ya'ni O'zbekiston hududida tashlangan chiqindi gazlarini 80% xalqaro bozorlarda sotilishi mumkin. Demak, transport sektorida ham potensial mavjud. Mana shu demak chiqindi gazlarini Parij bitimining 6-moddasiga asosan o'sha xalqaro uglerod bozorlarida sotish mumkin yoki Yaponiyada qo'shma kreditlash mexanizmi orqali qo'shimcha texnologiyalar olib kirish imkoniyatini beradi. Demak, mana shu zanjirda bitta transport sektori orqali iqtisodiyot, ekologiya, ijtimoiy soha va boshqa sohalarga o'zini bir drive sifatida natijasini ko'rsatadi.